Assalomu alaykum, hurmatli Impact Consulting YouTube kanali a'zolari. Yangi videoga xush kelibsizlar. Anchadan buyon video chiqara olmadik, lekin o'ylaymanki, bugungi mana shu tayyorlayotgan kontentimiz Koreyaga kelayotganlar, nafaqat Koreyaga kelayotgan talabalar, balki ularni ota-onalari uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Chunki bugungi videoda sizlar bilan Janubiy Koreyada talabalar odatda haftasiga qancha xarajat qiladi, nimalar uchun xarajat qiladi va mana shu qilinajak xarajatlarni o'qish davomida ishlab qoplash mumkinmi degan savollarga Xudo xohlasa batafsil javob berib o'tgan bo'lamiz. Videodan uzoqlashmang, Xudo xohlasa qiziqarli bo'ladi. Demak, bo'lmasam boshlasak bo'ladi. Aytib o'tilganidek, bugungi videoda Xudo xohlasa oldi-qochdi gaplar yoki umumiy ma'lumotlar bo'lmaydi, balki konkret, qiziqarli va aniq ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam birinchi boshlashni talabalarni oylik xarajatlaridan boshlasak bo'ladi. Men hisob-kitob qilib chiqdim. Albatta bu xarajatlar deylik menga to'g'ri kelishi mumkin, lekin deylik boshqa talabaga bu xarajatlar to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki har kimni oylik xarajati uni qiladigan deylik o'zini xarajatlari, undan tashqari o'zini belgilab olgan prinsiplari asosida bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, meni qiladigan xarajatlarim boshqa bolani xarajatlaridan kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Men esa ushbu xarajatlarni o'rtasini olib sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Demak, birinchisi boshlaymiz. Kvartira uchun oyiga 200 ming won odatda talabalar sarflashadi, chunki talabalar odatda sherik bo'lib turishadi. Viloyatlardagi won roomlar, ya'ni bir xonali uylar odatda 300 ming, 400 ming wondan boshlansa, Seul shahridagi won roomlar o'rtacha 400-500 ming wondan boshlanadi. Men esa buni o'rtasini oldim, ya'ni bu har bir talabaga deylik oyiga kommunal to'lovlarni ham hisobga olganda 200 ming wondan to'g'ri keladi. Oziq-ovqat uchun 300 ming won, tibbiy sug'urta majburiy, bu har oy to'lanadi, 75 ming wondan talabalar uchun to'lash kerak. SIM karta plus internet uchun o'rtacha 35 ming won, transport xarajatlari uchun 100 ming won va boshqa xarajatlar deylik har xil shopping yoki mayda-chuda xarajatlar uchun 150 ming won ajratdim. Bu degani umumiy oyiga menda chiqdi 860 ming won. Dollarda bugungi kurs bilan hisoblaganda 550 dollarga to'g'ri keladi. Aytib o'tilgandek, bu umumiy xarajatlar, ya'ni har bir talaba oy davomida qilinishi kerak bo'lgan shart xarajatlar. Bu o'sha o'rtacha har bir talabaga oyiga 550 dollarga tushadi. Endi savol paydo bo'lishi mumkin. Mana shu 550 dollarni o'qish paytida deylik part-time ishlab qoplash mumkinmi degan savol. Bunga javob albatta mumkin. Bu albatta talabani o'ziga va uni tilni bilish darajasiga bog'liq. Hozir ishlab qancha topish mumkinligini aytishdan oldin men bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Part-time ishlash, ya'ni o'qish vaqtida ishlash uchun koreys tilini bilish juda ham muhim. Juda ham ko'p talabalar Koreyaga ingliz tili bilan kelishadi. Va tabiiyki ingliz tili bu yerda afsuski universitetdan tashqari ko'p holatlarda kerak bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun agar sizning maqsadingiz Koreyada xarajatlaringizni o'zingiz qoplab, o'qish vaqtida part-time ishlab, deylik kunlik xarajatlar, oylik xarajatlar, undan tashqari kontraktni qoplamoqchi bo'lsangiz, koreys tilini eng kamida suhbat darajasida bilishingiz kerak. Chunki bu yerda deylik oshxona yoki shunga o'xshash ishlarga kirish uchun koreys tilini bilmasangiz juda ham qiyin bo'ladi. Demak, siz deylik bir universitetda haftasiga 4 kun o'qiysiz bakalavrda va 3 kun ish topdingiz. 3 kunga juma, shanba va yakshanba kunlari siz full time, ya'ni 12 soatdan ishlaysiz. Koreyada hozirgi eng kam ish haqi, ya'ni soatlik ish haqi 10.320 won hisoblanadi. Endi siz haftasiga full time 12 soatdan mana shu eng kam ish haqiga ishlasangiz, kuniga 120 ming wondan 3 kunga esa 360 ming won bo'ladi. Bu albatta o'sha soliqlarni hisobdan chiqarib yuborgan holatda. Bu deylik dollarda 235 dollarga to'g'ri keladi hozirgi kurs bilan. Oyiga esa shunda taxminan 1.485 ming won yoki 950 dollar miqdorida topishingiz mumkin. Qaytarib o'taman, bu siz 3 kun full time ishlagan holatingizda. Albatta yana doimo takrorlab o'tish kerak, tilni bilmasangiz siz hattoki 3 kun emas, hatto 1 kun ham ishlamaslik ehtimolingiz bor. Endi boyagi xarajatlarga kelsak, biz birinchi navbatda xarajatlarni hisoblab oldik va oyiga o'rtacha 550 dollar hisobladik. Siz deylik haftasiga 4 kun o'qib 3 kun full time ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni part time full 3 kun ishlaydigan bo'lsangiz, 950 dollar atrofida topishingiz mumkin.
va $950 dan boyagi oylik xarajat $550 ayirib tashlasak, o'rtacha $400, ya'ni 620 ming won atrofida sizda ortiqcha jamg'arma paydo bo'lishi mumkin. Bu jamg'armani siz to'plab keyinchalik kontraktingizga ham to'lashingiz mumkin. Xo'p, qisqa qilib aytganda, oylik xarajatlar $550 va siz 3 kun haftasiga full time ishlaydigan bo'lsangiz, bu sizga $950 olib keladi. Ya'ni sizdan $950 dan $550 xarajatlarni ayirib olsangiz, $400 miqdorida qolishi mumkin oylik. Endi kanikul vaqtida qancha ishlasa bo'ladi degan savolga to'xtalamiz. Albatta bu talabalar uchun juda ham muhim, sababi bir semestr 4 oyga to'g'ri kelsa, kanikul 2 oyga to'g'ri keladi. Ya'ni talaba bir semestr 4 oy davomida o'qiydi, 4 oydan keyin 2 oy davomida kanikul bo'ladi. Mana shu 2 oy davomida talabalar uchun limit yo'q, xohlagancha ishlasalar bo'ladi. Lekin albatta ehtiyot bo'lgan holatda. Qonuniy ishlaydiganlarga muammo yo'q, lekin afsuski talabalar Koreyada ko'p holatda qonuniy ishlamaydilar. Buni ham hisoblab chiqdik. Kanikul vaqtida full time ishlasa, deylik talaba haftasiga full time 5 kun ishlasa, o'rtacha kunlik 120 ming wondan soliqlarni ayirib yuborgan holatda 5 kun bo'lsa, bu degani haftasiga o'rtacha 600 ming won bo'ladi. Ya'ni hozirgi kurs bilan $384. Haftasiga $384, oyiga esa taxminan $1530 atrofida talabalar ishlab topishi mumkin. $1530 dan boyagi oylik $530 xarajatni ayirib olsak, sof daromad taxminan $980 atrofida bo'lishi mumkin. Kanikul 2 oy davom etishini hisobga olsak, $980 ni 2 ga ko'paytiramiz, $1960 yoki 3 million won atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni talaba kanikulni o'zida xarajatlaridan tashqari agar haftasiga 5 kun full time ishlasa, 3 million won atrofida mablag' jamg'arishi mumkin. Bu mablag'ga albatta talaba kontraktlari, yotoqxona to'lovlari va boshqa to'lovlarni qoplashi mumkin. Endi umumiy qilib ma'lumot beraman. Top universitetlarda deylik Yonsei, Koryo, Hanyang, Sonkyungwan, deylik Sejong, Kyunhee kabi universitetlarda o'qib, mana shu xarajatlarni qoplash, kontraktlarni qoplash mumkinmi degan savolga kelsak, matematik jihatdan mana bunday hisoblasangiz to'g'ri kelishi mumkindir, lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Top universitetlarda o'qish sizni shunchaki o'qitib qo'ymaydi, balki sizga yuklama, vazifalar, assignmentlar, team projectlar, proyektlar, researchlar, shunga o'xshagan dasturlari ko'p. Shuning uchun men doimo, nafaqat men, balki bizni jamoa, bizni o'sha konsalting firma doim maslahat beradi va bu ma'lumot ota-onalar uchun ham juda ham muhim. Agarda sizni farzandingiz mana shu top universitetlarda, Yonsei, Koryo, Hanyang, Sonkyungwan, Kyunhee kabi universitetlarda o'qimoqchi bo'lsa, albatta siz moliyaviy holatni tayyor qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni kontraktini hech bo'lmasa bir qismiga talabaga yordam berib turishi kerak kimdir, sponsor yoki ota-ona. Chunki bu top universitetlarning kontrakt miqdori odatda o'sha kamida 5 million wondan to 6, hattoki 7 million wongacha ham bo'lishi mumkin bir semestr uchun. Bu esa tabiiyki talabada o'z vaqtida ishlab, deylik xarajatlarni qoplashda juda ham katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin emas, balki aniq. Endi milliy universitetlarga keladigan bo'lsak, misol uchun Kangwon National University'ni o'zida kontrakt miqdori bir semestr uchun 1,8 million wondan boshlanadi. Endi boyagi hisob-kitobga qaytib, bemalol siz hisob-kitob qilishingiz mumkin. Ya'ni haftasiga agar 3 kun full time ishlaydigan bo'lsangiz, hattoki deylik o'qish vaqtini o'zida ham siz kontraktingizni bemalol chiqarib qo'yish ehtimolingiz bor. Yana doimo qaytarib o'taman, bu ma'lumotlarni umumiylashtirib, hamma o'ziga solishtirib, demak bo'ldi ekan, deylik Koreyaga borsam bemalol xarajatlarimni o'zim qoplab, hattoki oshirishim ham mumkin ekan degan fikrga borish erta, sababi bu ma'lumotlarni amalga oshirish uchun yana doim qaytarib o'tayotganimdek, koreys tilini bilish juda muhim. Hattoki ish topishni ham o'zi ba'zi hollarda juda ham qiyin bo'lishi mumkin, sizni joylashgan shahringiz yoki regioningizga qarab. Shuning uchun har qanday holatda ham kelishdan oldin, talabalik vizasi bilan kelishdan oldin har bir xarajatni, har bir detalni, har bir moliyaviy holatni inobatga olgan holatda maqsadlaringizni belgilasangiz, top universitetda o'qish yoki milliy universitetda o'qish yoki o'rta miyona universitetda o'qish, shunga qarab ish tutsangiz bo'ladi. Endi bu ma'lumotlar asosan o'qish maqsadida kelayotgan talabalar uchun, agarda sizning maqsadingiz ko'proq ishlash bo'ladigan bo'lsa, deylik kollejga keladigan bo'lsangiz, haftasiga 1 kun o'qib, qolgan kuni 4 kun yoki 5 kun full time ishlagan taqdiringizda unda boyagi hisob-kitob bo'yicha mablag' topsangiz bo'ladi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va bizga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xohlasa bundan buyon
mana shunday foydali va aniq tiniq ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Va agarda sizga Koreyaga kelishda shunchaki konsalting xizmati emas, balki to'laqonli mentorlik xizmati, Janubiy Koreyani top universitetlariga kirish yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, darhol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bakalavr, magistratura, kasbiy ta'lim va til kursi dasturlariga kelishingizda xudo xolasa professional darajada xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Videoni shu joygacha kuzatganingiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol izohlar qismida berishingiz yoki taklif, savol, ma'lumotlar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.